ketdi. Ma tasallatdim manada kirji suyuqlik oldim degan do'stimiz. Haqsiz evassiz, mishagil kelsiz, ondan olasiz. Jingdong oila elektr saymanlar do'kondan ammar bekalash munosabatlan sizlar o'ylab baxmagan ba'da eng noch faoliyat keldim. Yuringlar. Lasxonning faoliyati rasmiy boshlab ketdi. Ma'nodak ammilimiz 8 qo'yib ketdi. Uningdan boshqa ma Vallidaning to'kchaynigi 18 qo'yib ketdi. Ma go'sht to'g'rash mashinasi 35 qo'yib ketdi. Uningdan boshqa ma'nodak markalik to'kchaynak oldim, jimin oldim, raus oldim degan do'stlarimiz, ham uningda har qanday tamoq pishira olasiz. Tuxum pishirsangiz bo'ldi, umash qaynasangiz bo'ldi, xo'go pishirsangiz bo'ldi. Har qanday 30 qo'yib ketdi. Ammo lag'man so'may yemaydigan balingizga ma'nodak jamming pishirib bergan ma'nodak markalik qozon 80 qo'yib ketdi. Uningdan boshqa Kunchi Jago 80 qo'yib ketdi. Ma'nodak mis qilgan mashinam siz sayko'ktat an uruqlaydigan, an umash ichadigan balasi bu vaqtaymiz cho'ngli va uyda doim ishlatishga qo'llanishal eng yuqori bo'lgan ma'nodak mis qish mashinasining eng jig'i 75 qo'yib ketdi. Uningdan boshqa ma'nodak yo'g'an qozon, ammada qo'siq yo'g'an ma'nodak qozonimiz faqat va faqat 55 qo'yib ketdi. Men markalik nochi 350 dan 400 dan sotgan ma Weybolo asli basi 400 qo'ydim. Mening faoliyatimda 210 qo'yib ketdi. Ammar bekalash munosabatlar. Ma'noda ko'p iqtidorli chabaji ayni vaqtda 500 dan 600 dan sotgan. Mening faoliyatimda 260 qo'yib ketdi. Ammar bekalash munosabatlar. Ma do'konni qaydini jo'ngsho qilgan do'stlarimiz chaqqan momsan tugaydi sanchaklik. Uyda ushaq bolalar va pokizlikni alomat so'ydigan ishkimni ma'noda kichik shijit judigan xonim qizlarimiz o kisining 3,5 kiloluk şijisi asabasi 600 qo'y, 700 qo'y. Mening faoliyatimda 399 qo'yib ketdi. Ammo shijiga meydin alsiz, markalikni alsiz, raurni alsiz 10 kiloligi asabasi 1700 qo'y. Mening faoliyatimda 690 qo'ylik qotqa. Ammo gunton shiji ishlatishga amraq ma'nodak oldidan saldigan ma pechat raurni ishlatdim degan do'stlarimizga asabasi 1890 qo'y ketdik. Mening faoliyatimda shundaqla ambar bekalash munosabatlan 990 qo'y qilib faoliyat qotdik mana. Ma'nodak pechat, ma'nodak umaq binshig'i mening faoliyatimda 699 qo'yib ketdi. Ma binshang deb beshimni qilgan do'stlarimizga ma'nodak nochi asabasi 2799 qo'y. Mening faoliyatimda 1599 qo'y qilib faoliyat qotdim. Chaqqan bo'linglar. Men ko'rdim shundaq noch pechat binshang. Amdi binshang bo'la, mashta bo'la deb to'rt qanotli qandim. Shamolsiz, qurolsiz, ammo Maydining iqtidorini bildi do'stlarimiz. Amdi Maydidan chataq chiqmaydi do'stlarimiz. Asli basi 3999 qo'ygan to'q. Mening faoliyatimda 2300 qo'yib faoliyat qildik. Jalliq faoliyat qildik. Amdi men kuntiyo so'zlaymiz. Amdi yoz kirdi, o'yin salqo o'ltirsa olmaydi. Ma'nodak TCL markasidagi Kuntiyav 2199 qo'ygan to'q. Mening faoliyatimda 1599 qo'yib ketdi. Oila elektr saymanlarining sarkisi olgan ma'noda xayrning 3B Kuntiyavsi asabasi 4999 qo'ygan to'q. Mening faoliyatimda 3699 qo'yib ketdi. Undan o'z fursat, g'animat. Men Kuntiyav ishlatmasak bo'lmaydigan kuning keldi-a. Yatak qo'yib ishlatadigan oshxonliga, har xil do'konlarga ishlatadigan, do'kon saroyga ishlatadigan ma'noda Gali markasidagi Kuntiyavimiz mening faoliyatimda 1999 qo'yib ketdi. Ko'p iqtidorliq. Ma Gali markasidagi 3B Kuntiyav 3890 qo'yib ketdi. Bu do'konda 55 so'mlikdan 100 so'mgacha televizor bor. O'zinglarniki uyinglarning cho'ng kichiklik asosan tanlab setib olsanglar bo'ldi. 75 so'mlik televizorni 2699 ga qo'yib berdim. Hayırning ma'noda qo'yib 800 nech qo'ygan to'q. Mening faoliyatimda men kupon bekalash munosabatlan 599 qo'yib qo'yibdi. Men Maydining 50 litrlik muncha, ma'noda muncha mening faoliyatimda 399 qo'yib ketdi. Suv tozalash uskunasiga hammamiz ehtiyojliqa. Ammo suv degan hayotlikning manbasi. Men suv tozalash uskunasi 999 ga qo'yib qo'ydim mana. Oila elektr saymanlarini ishlatganda markalikni ishlatamiz, nochisini ishlatamiz. Mening faoliyatim qatnashsangiz eng azoy ishlatasiz. Ma'nodak pechat muncha 399 qo'yib ketdi. Uydash bir kalini o'ltirib oldigan, bir qo'yni o'ltirib oldigan, men cho'ng lobal ishlatgan ma'noda kichik binguyni keldi. 500 qo'ydan tortib 1000 qo'ygacha orliqdagi har qanday binguyning o'zi hammasi mash do'konda bor. Hammasi xayrning Maydining. Oila elektr saymanlari do'kondan o'ylab baxmagan faoliyat qildim. Faoliyat vaqti bo'lsa 4-ayning 18dan 4-ayning 28gacha fursatni g'animat bilib 3 kun jarayonda davomsiz 3 kundan keyin
Endi ma faaliyet vakti özgürüp ketdi dostlarımız. Bu aile elektrik saymanlarda bütün aile elektrik saymanları, bütün aile elektrik üstünlerinden hemmisini tapalaysınız. Ondan olsa fırsatı ganimet bulun. Bu yerning adres bolsa Şayarnoye, Koni Beket, yani Ateriya restoranning qiypash uliga joylashgan Shinyan gaz qachalash punktining yanidagi Jingdong aile elektrik uskunalari do'koni. Ondan olsa mush filmni barliq yangidan uy ko'chmoqchi bo'lgan, yangidan to'y qilmoqchi bo'lgan, yangidan aile elektrik uskunalari olmoqchi bo'lgan do'stlarimizga ko'plab taqdim qilinglar. Rahmat sizlarga.